Lişimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugünkü islaha 2021 yıl 7. ayının 6. günü. Endiki mavzumuz devamı yukarı leksiyanın devamı hürmetlik vatandaşım. Devamımında başlar. 2016 yılı neşirden çıkan Hocuntau tallanma eserlerinde aşkarlanışça Hocuntau yığında siyasi büronun yığını dedi o çakırdı şu siyasi büronun yığını Ürümçide yüzberge vakanı derhal bastırışını oturup koydu. Şinjan'ın cemiyet ve vaziyet muqimliğini saqlaşını orlaştırdı. Ve bu işlerin növbeti Şinjan'daki en mühim iş dep belgilegen. Uyg'uriston muqim bo'lish uchun avval Urumchi muqim bo'lishi kerak degan. Shu vaqt voqeaga qarta Hojuntau mundaq ko'rsatma berdi. Muhitga taqobil turish, vaziyat muhitiga taqobil turishga tayyor turishimiz lozim. Voqeaning taraqqiyotiga asoslanib Urumchi shahrida qatnash yo'llarini tizginlashni ishga oshirish kerak. Sezgör o'rinlarda, nuqtaliq o'rinlarda qatnashni avval tizginlash kerak. Armiya qurolli qismlar vaziyatning ehtiyojiga asosan vaqtida askariy kuch yetkab muqimlik gavdalik zarbadarlar atirtining rolini joriy qildirish lozim. Xitoydan 30 o'lka shahardan biri saqqanmidi juma shu vaqtda 30 o'lka va shahardan askariy qismlarni yetkab keldi. Bular Uyg'ur tilida qora kiyimli saqchilar deyil. Xitoy mushu voqea munosabati bilan amaliyotda askar yetkash mashq qilib bordi desangiz bo'ladi vatandosh. Uyg'urlarni bostirishni bahona qilib askar yetkash mashq qilib bordi desangiz bo'ladi vatandosh. Yetkab keldi, askariy qismlarni yetkab keldi. Armiya qurolli qismlar vaziyatning ehtiyojiga asosan voqea askariy kuch yetkab muqimlikda gavdalantirdi. Uningdan boshqa Hojuntau yana mundaq ta'kidladi. Voqeaning kengayib ketishi butun kuch bilan to'sish cheklash lozim. Voqeaning Uyg'uristonning boshqa joylariga kengayib ketishini to'smoqchi bo'ladi ekanmiz. Bo'libmi voqeaning Uyg'uristonning Janubiy Uyg'uristonga, ya'ni Uyg'uriston Janubiy Uyg'uriston kengayib ketishining oldini olishimiz lozim. 7. ayning 5. kun yuz bergan voqea bosqirilgandan keyin Jungo hukumati Uyg'uristonga, ya'ni Şinjanga diqqat qilishni zo'r darajada kuchaytirdi. Hojuntau 8. ayning keyingi yarmida 2009-yili Uyg'uristonga Şinjanga berib 4 kun xizmatlarni ko'zdan kechirdi. Hojuntau Uyg'uriston masalasini to'p negizidan hal qilishni umid qiladi. Yaqinda Xi Jinping hukumatimiz shundoq dedi. Hojuntau apandi, Xi Jinping apandi qanday hal qilishlar? Birli yo'l bor. Biz endi tarix so'zlashni yoqtirmaymiz. Ideologiyalik aldamchilikni yoqtirmaymiz. Bilamda faqat bir yo'l. Men sizlar ko'rishmasam qabul qilamsizlar, o'zinglarning yo'li yana juma. Sobiq sekretar Xuyobon o'tirib qo'ygan 6 modellik siyosat. 6. moddasi Şinjanga chiqqan kadrlarni, xanzolarni bir-birlab asta yetkab ketish. Navbatda Şinjang masalasini Uyg'uriston masalasini negizda hal qilishning birdan-bir yo'limi shu. Lekin shart nima? Uyg'urlarning og'zidagi shart nima? O'tkinchi davr. O'tkinchi davr bo'lmay turib Şinjang masalasini hal qilg'ili bo'lmaydi. Shunga Xuyobonning siyosati o'tkinchi davr siyosati bo'lishi kerak. Şinjang Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumatining bayonotchisi Eli Inoyat axborot e'lon qilish yig'inida so'zini mundaq oxirlashtirdi. Bir tarafdan zarba berish, bir tarafdan oldini olishda chang turamiz. Tarbiyalash markazini qurish orqali terrorizmning va radikalizmning tuproqlarini yo'qotdik.
Biz baş tahlil qildik-ku. Demek ki Ürümçi vakası ve keyinki 30-40 ming adamның chegaradan chiqib Suriyaga berishi, muşlarning hammasi atalmış terrorizmni yo'qotish ve nazarband qilish orqali tarbiyalash bugungi jazo lageri uchun tayyorlangan moddiy fursatlar. Yani konkret fursatlar. Yo'qotdik. Radikalizmning tuproqlarini yo'qotdik. 4 yıl oldu bıçakçı Şinjan'da her kandak zo'ravonlik hareketleri yüz vermedi. Bir cümle söz Cunanxay 4 yıldan beri maxfiy zo'ravonlik qilayotgan anchuantan bexatarlik nazoratinglar hareketini to'xtatdi. Nima uchun? Balki sizlar planni o'rlab bo'ldinglar. Maqsadga yetib bo'ldinglar. Shuning uchun to'xtatgan bo'lish mumkin. Shuning uchun atalmış terroristlarning hareketimi 4 yıldan beri Şinjan'da to'xtab qoldi. Cunanxay gap esingizda bo'lsin-jimi? 4 yıl bo'ldi bu chaqqa Şinjan har qanday zo'ravonlik harakatlari yuz bermadi. Eli inoyat oxirida mundaq ko'rsatdi. Amaliyot isbotladiki, bexatarlik bo'lsa, kishilik huquq bo'ladi. Terrorizmga qarshi turmasa, kishilik huquqqa kapolat qilg'il bo'lmaydi. Bu Eli İnayet'nin bayanatçı Eli İnayet'nin sözü ekan. Demek Cunanxay sizga sualim bir sual. Nemişki zade nemişki Uyghur milletini yo'qotmoqchi bo'ldinglar? Nemişki zade Uyghur milletini yo'qotmoqchi bo'lyapsizlar? Hozirgi dunyoda nemişki Uyghur milletini yo'qotmoqchi bo'lyapsizlar? Mushuncha bo'la ishlar. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlarining armiyasi 2001-yili 10-oyning 7-kuni Afg'oniston kirgandan keyingi mushu kungacha hozir chekinishga qaror qildi 5-oyda. Shu chekinishga qaror qilg'ich bo'lgan 20 yil mobaynida Uyg'urlar sizlarga nima ziyonkashlik qildi? Uyg'urlar sizlarni nima avorchilik qiltirib qo'ydi? Uyg'urlar sizlarga nima suiqasd planladi? Bu ishlarni qo'shib kelganda Cunanxay Markaziy Harbiy ishlar komiteti va Markaziy komitet zodi yo'q, sizlarga sizlar Uyg'urlarni bugun mush holga elib keldinglar. Maqsadinglar nima? Oshkor bo'lib qoldi-ku. Uyg'ur millatini yo'qotish. Nimishqa